Dedim müşkilerimiz oğaval olğan ekan şundanmı? Oturumuz bir-birimizden ansiraydigan ya birinin bildigan iş bolmagan ekan. Bir ko'rishib o'zining gapini Benim qo'rqadigan hech qanday anglab ishim yo'q. Shu hozirgi tushunmayapman. Biz unda bir burun unday pek tunishib ketgan odam emas. Boshqa men tanıydigan bir sinfda o'qigan yo'qmisi, bir maktabda o'qigan odamlarmi bor shu sizlar ishlayotgan boshqarmada. Ular orqali telefon qilgan bo'lsam, azroq bo'lsa-mu aldangan bo'lsam, bularni hozir tushunamadim nemishqa notanish bir odam yaxshilik qilgisi qoldi debchi. yo'q, endi birinchisi endi gapni uchiqil deysak, endi birinchisi sen bilan tanishib qilish, endi seni burundan taniyman, endi muzikalarni o'ynab bu qilgandan keyin endi men olgan bir xil yingshang bor-da endi. Shuninglar qisming chiqqan zamonlar burun qarshi 17dagi muzika o'ynab yurgan vaqtlar esim keladi. Andan keyin seni men ko'rganda shu ovqatga vaqtlarimizda biletdim endi. Endi bir yerda o'tirib tomoq yeyish bu qilmagan bilan. İkincisi endi o'zingmi necha vaqt yoqimda shu Dilnurlar bilan bu bilasam, bu ishlarni qilib baqtinglar. Endi o'zingmi bu ishning taktiga yetdi deb o'yladim endi. Bu ya oxirgi chiqadigan ish emas. Endi senmi ishingni xili bir yerga berib qoldi. Endi bu faqat bu hammasi shu endi mening o'ylig'ini men to'g'rimi xatoligini bilmayman. Endi shu sizlarni shu siyosiy o'yinning bir peshkisi haqlar shu paylangan vaqtida paylanib bo'lgandan keyin shu beshini ichiga tiqib o'tirdi deb endi boshqalar olgan bo'lsa u mayli chatag'imi yo'q derasga. Unaqa bosh qatirmasam bo'ldi. Endi bu ashta oyat deganda ashta o'rganamiz. Peshka olamdiq, bo'lmamdiq uni o'zimiz deyalaymiz-ku. Ya bir ishni o'zgartimiz, yo bo'lmasa bir natija chiqsin deb bir ishlarni qilganim yo'q. To'xtab tur, telefonga qoldi. Ma'qul. To'xtab tur. Telefonni qo'ydi. Nima deyotgandim? Ya shu bir ishning oxirini chiqarish shu biz faqat hayotimizni kechiryapmiz, rost bo'lgan ishlarni deyapmiz, beshimizga kelgan ishlarni deyapmiz, bu o'yin qo'yganimiz yo'q bu yerda. Bir ishni o'zgartiraylik deb baqqanimiz yo'q, ish qilib borishni deyapmiz. Yo'q, endi men qanday o'ylayman desam, endi hammani ko'rib bo'lding-ku, hamma qozondim bir aqir qaynab qoldi. Yo'q, ko'rganlarim jiq. Yo'q, xili yomon emas ko'rdi deb o'ylayman juma. Yo'q. Mo'ram xili kam. O'zim kichik o'g'im bilan. Ya endi demoqchi o'g'lim endi bu ishning oxiri chiqmaydi, endi boshqalarni to'g'ri tushunsak, endi boshqalar noma'lum oila sababli yo boshqa bir sababli kimdir mushta bir yo'llarga kirib qoldi. Oilami endi shunday yaxshi bir oila mana cho'nglardan tatib hammasi bir cho'ng jamoatchilarmi. Endi meni o'zimga qolsa bir tugunish nima bo'lsa, endi boshqalarga kirib qolmaydi, endi bu mukammal endi ajab bir bu yo'lga kirib qolibdi deb burun tatib birim kallamda bir tugunish batdi endi. Abigandan qo'lsam bilan bir Imlenge bir yo'lga kirib qolibdi degan. Ashi gapni qaysi yo'lga kirib qoldi? Ya eslatma bizning davlatga qarshi ular endi bu faoliyatlarga chiqib degandek-ku endi. Bu ishlar ko'z yummasin demoqchimi? Ya bu ishlar ko'z yummasinmi? Emas, endi ba'zan narsalar qara u sizlar anglagandek unda emas, o'z ko'zinglar bilan ko'rmadinglar. Endi butun shu sharq davlatlarininki, yo g'arb davlatlarininki o tashviqotga qarablar, voy anda xo'pdi, manda xo'pdi deblamdilik hayajonga bir qipitadalik hayajonlanib ko'chaga chiqadigan yoshdan o'tib ketdik-ku, shunami emasmi? Hadi va anladim. Yo'q, endi shu yo'q boshqa maqsadim yo'q, endi shu degan sen bilan bir paranglashib qandaroq endi sen qandaroq qaraysa bu ishlarga. Endi ikkimiz bir do'st bo'lib qoladigan bir ehtimollik bormi, yo'qmi? Do'stingning nima degan gap? Ya shu sen bilan akvallashib qara. Endi uydagilar bevosita sen bilan ko'rishib bu qilamagan bo'lsa, men bir o'tirliqda hamda ko'riklik rol o'ynab nima qilib qo'ysam bu. Yo'q, men shu xalqlar bir xato tushunib oldim. Men hech qanday ko'riklik bir rasmni izlamadim. Ba'zilar yaxshi niyatda menga xabarlarni olib keldi, ularning hech qaysini so'rab boqmagan.
Masalan, uchurimni uydagilarga yetkazib qo'ya oladigan ishing bo'lsa, deb qo'y, oramizda hech qanday xaplish yo'q. Bu faqat boshqa amalim yo'q. Bundan boshqa bedel to'layolmayman uydagilar bilan aloqani uzishdan boshqa. Qarasam sen meni xilib o'qiganda qilsan 2018dan 2023gacha shu sen degandek yashagan. Egilib yashagan, bishini cho'kirib yashagan. Bo'lmagan ishlarni menga chopildi, qilmagan ishlarni menga chopildi. Jimiga mantinan pulni to'ldim. Yo'q. Sen degandek ishimni bir berib qoldi, unda egilib yashaydigan vaqtimga endi to'ydim men. Insondek yashagan bor, ma erkin davlatda o'smuncha. Bishimni ko'tarib yashagan bor. Endi beshimni ko'tarib Haqiqat egildi sunmaydi. Endi bu haqiqat sunmaydi deganim endi qanday tushunsam bo'ldi desam, endi bu yerda u sen o'ylab ketgandek unda bir murakkab ahvollar yo'qchu. Men o'ylagan narsa emas u, men to'qib olgan narsa emas. Abada otsan sen g'arbning narsasi aqlay-shaqlaydidan. Ashada yetib chiqqan ayollar bilan men mushari ko'rishman, anglayman, bo'lgan ishlarni bilaman. Ha, o Gulbar qara, u Gulbar u so'zlayotdi, qara, u xotinni ishining nada najligini obdan bilamiz. U xotin ashundaq shu o'zi ssenariyadan birini yozib so'zlamasa, qara, u tildigan pul to'xtatdi. U narsani ham desam, bu ishni qiliq nachillik qilib ko'rib, men demasam, ba'zan ishlarni tushunsa, endi u ashdaq bir sakniga chiqib, ashundaq bir artist bo'lmasa, u pullar nereden keladi, u chinni qanday boqadi. Artist emas, o ayolgan sodigar. Sodigarmi deyli? To'g'ri, sodigar, siyosiy sodigar. Nerede pul kes şu yerga berib shu, nerede pul jiqroq bermadi shu yerga berib. Yo, hozir urilti pulni versa ularni tillaydi, pul versa maqtaydi. Shunday o. Ya, hozir bu gapning nega borganini bilib bo'ldim, tushunib bo'ldim. Endi boshqa, endi sayargiz xato tushunib qolmagan. Endi sen bilan shunday yaxshi o'tirib paranjotimiz. Qanday to'g'ri tushunmayman hozir. Tushunmayapman. To'g'ri xatolikni emas hozir nima san nima foydasi bor tushunib boqaychi boshdan. Yo'q, menga hech qanday foydasi yo'q. Men faqat endi bir sen bilan paranglashib, endi bo'lsa ahvollashib tursak, endi bir gapimiz bor, endi mening u yerda aloqalarim unda bakmi jiq emas. Endi Fransiyada bir ag'inam o'tsa voy batdi mening ag'inam degidek bo'lsa bo'ldi deb o'ylayman shu. Boshqa hech qanday masala yo ani qilib bergan, mani qilib bergan deb bu ishlar bilan mening munosabatim yo'q. U bilmoqchi bo'lgan ishlarimni bilgan bo'lsa, u sen orqali xumsami bo'ldi-ku, shunaqmi emasmi? Shu mening hech qanday doklad berishmi rolim yo'q dedi. Herkes ben seni doklad vergen demedim, herkes xato tushunmagin. Eskimiz hem de belki hem de burun bunda alag'in bo'lib boqmagan bilamdim da, alag'indek o'tirib paranglashgan bo'ldi emasmi? Endi sening ham bir kallangda o'tmagan ishlar bo'lib qolsa, savollar bo'lib qolsa, so'rasam qani men bir javob bersam bo'ladi. Ya men u yerdagilar bilan paranglashib bilmayman, o'zimdan reallikdan jiroqdan meni. Nim to'g'ri paranglashib olamizlar yo g'arbni o'qimaysizlar? Men o'zim o'sha tug'ilgan bo'lsam, bu yana o'qimaydi ekanman hozir. 20 yil yashagan bo'lsam. Shu tushunmadim, maqsadni tushunmadim. Ondan bu paranın nega borganligini ko'zim yetmadi ham deyish qilib. Mening nima rolim bor, sening nima roling bor, hech qaysi aniq emas. Yo'q, endi masalan endi mening sana bo'lgan bir qilliq rolim bo'lib qolsa, endi men orqali endi qandayroq bir ishlarni qilib bersa deb o'ylaysanmi? Sen orqali nima ish qilib bersa? Mesela rolim bo'lib qolsa demakchi, endi sen mendan foydalanadigan bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, endi men orqali shu qaysi bir ishlarni qilsam deb o'ylaysan. Uydagilarga deb qo'y, meni unutib ketsin. Mushlar bir bolasi bo'lganligini unutib ketsin. Deb qo'y, men mumkin qoldim. Undaq
İçinde qanjiqlaydigan vaqtlar o'tib ketdi. Yo'q, endi men nimni o'ylayman desam, qara, Amerika bilan gaping tatib etilib qoldi endi. Endi bu hayot degan odamga birlik etim keldi degina. Shunami? Ha. Endi bu cho'nglarning yeshimi, yashinib qopti, dadashmi 80-chi kiribdi. Endi meni o'ylaydigan nima? Endi men bir o'g'il va endi mening ota-onam bor, mening oilam bor. Endi men o'ylayman bu hayot degan odamga, inson degan bir qitim kelgandan keyin o'sha hayotida bu vaqtda o'zining eng yaxshi ko'radigan, eng qadrlaydigan odamlarni bo'lsa eng oxirgi qitim ko'rib olsa, endi balki men nima maqsad bunday gaplarni qildim, endi ya men tanimag'ach qilishdaroq gap otamsa tushunmadim, lekin endi men o'zimning ko'z qarashini ham, desat o'zimning ko'ngilda o'ylaganlarimni sana da'vatim. Bo'lsa mush hayotchilikda bir cho'nglarni bir o'zining bag'riga besib bir quchoqlab olib, atogin hozir va hayot endi umrni uzun qilsin. Atogin navod endi bir ketib qolgan vaqtda bizning yeshimiz cho'nglaydi, atogin 50 kirimiz, 60 kirimiz, bizim shu yosh kirgan vaqtda bundoq keynimiz qarab qolsak bir ayliqi İçimiz eğitilgan işler bo'lib qolmasin, pushaymonimiz bo'lib qolmasin deb o'ylaymiz. Hamda inson hayot deganda mushta o'timiz va ota-onamizdan boshqa yana bizning nimamiz bor deysa. Ya bu gaplarni men o'ylab bo'lgan, u masalan sen demisan bu gaplar kallamdan kechib bo'lgan, o'ylab bo'lgan. Men inson o'yliqi shundoq bir asosiy gaplar-ku shu insonning og'zidan chiqadigan shunday oddiy ishlar. Ashtimi quruq qolgan odamlarga endi sen gap kalımızdan ötküzüp boğan hazır buldu dep bütün alaqını üzgen adamga o gapni sen akmaydı. Yo'q, nima maqsad unda qilsa demakchi o'g'am shu kallamda o'tmagan yer shu. Endi nima ish qildi? Bunchilik hamda uydagilarni tinib qilg'idek hamda nima ish ta'sir qilgan bo'lg'iydi deb o'ylayman. Uydagilarni tanladim men. Hamda ya aloqalashma hamda bir inson degandan qarab onasining, dadasining bir ovozini og'ilib Ya sen hozir qutqazg'uchidek gap qilsan, amniyat bizning ayada mendan olamagan o'chinglarni shu uydagilarga besim shiltatsizlar shu. Ya qara, men uydagilarim bilan men ko'rishib boqmadim. Men u beri bizlarning bir balonglar ekan, to'g'ri bu men unda ishni qilmayman. Mening unda uslubim unda emas. Men o'g'aval uchun, men 14 o'g'aligim uchun, 14 putaganligim uchun bir o'g'avaldek shu mirkamillar bir paranglashib boqaychi, qani ishkilarimiz o'g'aval olgan ekan. Gapini anglab boqay. deb urushimsa herkes unda o uydagilarga besim qilib bu haqlar bo'lgan bo'lsa uni men bilmadim. Lekin men hozirgacha uydagilar bilan ko'rishib, bu balonglar ekan, qanday qilibdi, bunday qilibdi degan gapni men hozirgacha bunday qilib boqmadim. Unda qilgan ishim bo'lsa men oldin qilay ya 2024 ya 2023 yil men bilan ko'rishib bildim telefonda. Onun üstüne ben senden kütüdüğün ümidim var, seni bana bir neme qilib bersin deydiğin unda ümidim yo'q. Nima onda ümidim? Ya ümidim faqat endi birinchisi men uydagilarning bir nimasini sana yetkazib qo'yaydi deb men ko'ngilga kelib ketibdi. Chunki men bir insonda mening oilam bor. Endi men dadashning ahvoli qarab, qarasga qilsam ichim shunda bir xil bo'lib qoldi-ku. Şu abay men degandek şu yani cho'glab kelsak meni gunohkor his qilg'izish maqsadinglar shunaqa. Ya seni gunohkor qilish emas, qara sen xato tushunib qolding. Men faqat shu uydagilarningki sening yaxshi turayotganingni, baxtli turmush kechirayotganingni men shu elektr balki menda ishimizdan so'ng tugab hamda ma'vo nimni qo'yib telefonni qo'yayotgandan keyin uydagilarga yaxshi turibdi, xotirjam bo'linglar. Ansirmanglar. Adab qo'ymay shu xolos tugidi. Faqat ham sen bilan paranglashning orasida ham deylik men dedim o'ylik shu kollamda o'tmaydigan bir yer bor endi shunchalik bir munavar bir bola ham nim bo'lib ham shunchalar bir bo'lib qolgandi deb ham o'zimning bir ko'ngilda chigilishib qolgan tugunishni sana bir deb qo'ydim xolos. Hamda meni herkes bir xil dushmanda ko'rolmagan, meni xato tushunmagan. Meni bir xil hozir vakşilik guanfang holatda undami o'ylamagan, men faqat bir odatga bir bola, meni bildigan, burun men muzika o'ynayotgan vaqtimda bir xil men qiziquvchi birisi telefon qildi deb o'ylasam ko'rsam bo'ldi meni. Pintoza desam ish kutib qoldi, pintoz bo'lish o darajaga yetmagan, lekin ham o'sha vaqtlar muzikalarni o'ynab, u mezgillarda ham deylik, ma'vo yangi davrning muzikalari bu moda bo'layotgan vaqtlar bo'lgan ekan, ham bir qiziqatdi hamda.
Shu gapim shu O'zing hamda o'zingdan uydagilarga boshlab yetkazib yaxshimi qo'yadigan bo'ldi bu gapim gaplarni bo'lsa shu abay qadamlarni. degan gap shu. Meni kalsidan chiqarsa undan boshqa amal yo'q. Bir keyniga yenish fursati qat'iy yo'q degina. Bu ishni men chiqargan emas, o'zinglardan ash tarafdan kelgan ishlar hamsi. Masalan, qaysi ishlarni deysa, Mush qalaymi qanchiliqlar? Men kelgan to'kmatlar, men to'xtamay kelgan bisimlar. endi mening bilishimda u birasi shu masalan qaysi bilsam qaysi to'kmatlar masalan meni yemagan mantining pulini to'labdi deding ku abaydan. Masalan sen maslan U ishlar jiq, qadam to'naydigansan qo'y, adam bilan paranglasang bo'ldi u jihatda. yo'q endi adamlar bunda ko'rishib bu paranglashqidek emas. Men jiroqdagi adam bilan paranglasha olgan odam yaqin shu bir shaharda turib paranglashamamsan? yo'q endi otaydan bir kichik ishda bir voy bu fikringiz nima ish qilgandi sizga bu desam endi Kichik ishma, unda o'zim boshqa turmsan bo'ldi ekan qo'y. endi bu ishni deb otaydan izlab berib xuddi voy iningiz nima ish qilgandi deyishning o'rni yo'q deb o'ylayman ku. Endi bilsim degandan men o'zim hayron qoldim-ku, endi bu qanday bilsim, endi to'kmatlar dedan qaysi to'kmatlar? Shu to'kmatlarni so'rsang bo'ldi, shu kichik ishlarimiz shu mendan so'rgan narsim pivosi so'raydigan odam badimga sana. Unda bo'lsa, masalan, to'kmat deb qaragan bo'lsang, shu to'kmatlarni ishimiz hal qilyapmiz bilan. Men bir ag'inang suptida masalan bilan al ag'in bo'lay. Ham yaratib qolsang meni. Shu bir xato bo'lib qolgan ishlarni ishimiz bir o'ngsaqmi demsan? Ayal olmaydi. Yo'q, hal bo'lmagudek bo'ldi, hozir jonda hal bo'lmagudek ish yo'q-ku. Jiq, hal bo'lmagan ishlar. Yo'q, men hal qilay bo'ldi, chataq yo'q bunda men o'g'avla. Meydam ko'ray. Men hal qilay bo'ldi. Qanday ish bo'lsam de. Qisaq bo'ldi bu ishlarga biz o'zimiz urinmay turib hal bo'lmaydi desek bu xato-ku. Ishlarni bir tang hal qilsak bo'ladi. Men tarafdan hal qilgan ishlar bo'lib qolsa chataq yo'q, men o'zim yugurib yurib bo'ldi. Qilsam bo'ladi ishlarni. Gap ini xo'kasin. Men u yerdagi do'stlarim, tuqqanlarim, uydagilarim bilan aloqalashmayotgan odam hozir kimligingni uqmay turib sen bilan aloqalash shu rasmiy aql sig'maydigan ish. Yo'q, sen iniq demagan bo'lsang maqsadingni tushundim. Menimcha ahmaydi bu. Men qanday ideyaviy xizmat ishlasam, qanday yumshoq gapirsam, gaplarim shunday yaxshi ekan, chiroyli ekan, tatli ekan. Ahmaydi. O'zim dedim-ku, ishing biriga berib qoldi deb. Burunqi yoshda bo'lgan bo'lsa, endi eqib qilish mumkin-te. Hozir unda cho'ntaklarga tushmayman. Abay san degandek egilib yashab, o'zimni butun Uyg'urdan jiroqda atib yuribmi, butun shu to'kmatlar chaplandi. Shu o'zinglarishtirib chiqarib qo'ydinglar endi hisobda. Bundan boshqa yo'l qolmadi. Bir savolni so'rsam bo'lamdi sendan. Masalan, mush to'kmat, abaytdan sen degandek mush to'kmat bu bisimlarning hammasini yo'q qilib, mishaga bir qaytib kelib uydagilar bilan bir ko'rishish, ashta bir planingda bormi, yo'qmi? Yo'q. Qaytib qilmaganmaydi. Hamda o'zingning kindiqini to'kilgan hamda to'g'ri, lekin o'zingizdan reallikdan jiroqda. Men hozir borsam bu yerda o'zimning yurtidagi his qilmayman. Ashunchalar darajada emasmi? Undan so'ng muhabbat degan narsa xili suzishibdi-da, hamsa. Men qanday qo'yildim desam, burun qishlar bo'ldi, salovat. Endi varaqlasak bo'laverdi emasmi? Varaqlab hamma ishlarni bir yangidan boshlab, asam bir yangicha bir holatda nim qilamdi deb o'ylagandim.
Alo? Ha, anladım. Hmm. Telefonda. Endi shu aştağıra bir oyunda endi bu işimiz bir ortak kuch chiqarib, burun qishlar o'tib ketgan bog'liqmi bopoldiga endi o'zim dedim. Endi shu hesabda yangidan bir varaqni varaqlabchi endi. Ya men Qalam o'zimizdan qo'lda olgandan keyin shu oq qog'ozga o'zimiz bir qaytadan yozib boqamdik deyman-ku. ha o'zim yoza olayman. Yaxshi o'zing yozsan. Hem yozyapman. Rahmat ko'ngil bo'lganingga beshim kelgan ish o'zimga kelgan ish o'zim hal qila olaman. Seni ham bugun tunji qitim paranglashim neni yaqin do'stlarim bor, ularmi unda chat kerib ketmaydi chunki reallikqa oqmaydigan ishda u. Birisiga maslahat berish, haqni terisiga yashmay turib. Paramız müşedi tügüsün bugün özen olmuş şibati kıvatkan. Buldu. Şu yetkizgan gap bolsa abayga gapni yetkizib qo'yasan. Buldu. Menga hech qanaqa gap oqmaydi. Umidinglarni uzaytinglar. Buldu. Unda bo'lsa hamda unda bir akvallashib, salomlashib tursak bo'lamdi ya. Ha, fursat bo'lsa mening vaqtim chiqsa men gap qilaman bo'lmasa. Buldu. Hamda ma gaplarni menmo ikkinchi sana qilmayman, uydagilarning gapini mo qilmayman. Mishta bir banasab bilan hamda bir tanishib qoldik emasmi? Men o'zim tanishib berdim. Mishta bir akvallashib qandaroq bu deb salomlashib o'tib tursak demakchi. Qani ko'ramiz. Men odatda undaq biga olsam telefonga javob bera olaman bo'lmasa. Buldu. O'zingning vaqtga qarab, endi men gap qoldirib qo'ymay, vaqting chiqqan chaqda endi xo'shaqsa gap qaytarib qo'yasiz. Bo'lmay qolsa, mayli men to'g'ri tushunmabsan, aldirash olgandan keyin. Buldu, chataq yo'q. Alo? Ya, gapni anglayapman. Endi shu o'zing buldu unda bo'lsa, men bir qani akvallashib turamiz, yet bayramlarda akvallashib turamiz. Sen qani bir gap qilib turasiz. Qanda? Ma'qul. Buldu, salomat bo'lgin hamsa. Ma'qul, rahmat. Ma'qul, juma? Ma'qul, xo'sh. Xo'sh.